Ay qizcha, soyabon tagiga kir. Mayli, unda ola qol. Rahmat. Ushla dedim. Xo'p, rahmat. Sizchi? Yaxshi o'qi. Salom Chando'sov. Kechki ovqat uyushtirishni payti emas. Odamlar ishlashi uchun ularni boqish kerak. O'zing hozir keladi. Sen soyaboning qayerda? O'zingni avliyodek tutma. Hey qizcha. Ha, Tanimagan odamingdan narsa olish mumkin emasligini bilmaysanmi, a? Axir u jinoyatchi-ku. jinoyatchiga ko'proq siz o'xshaysiz. Nima? Tirjayishni bas qil. Yaxshi qoling. O'zingni eltib qil. Rahmat sizga. Shahrimizda yana bir qotillik sodir bo'ldi. Bugun o'quvchi qiz Pak darsdan so'ng uyiga qaytayotganida yo'lda o'ldirilganligi ma'lum bo'ldi. Qurbonning yoshini hisobga olgan holda politsiya bu suiqasd ekanligini hozircha inkor etmoqda. Taxminlarga ko'ra, u zo'ravonlik yoki oldindan rejalashtirilgan qotillik qurboniga aylangan.